Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunacholarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. La Liga Real o'z uyida Levanteni ishonchli hisobda mag'lub etdi. La Liganing 20-turdan o'rin olgan Real hamda Levante jamoalari o'rtasidagi uchrashuv yakunlandi. Bu turda qirollik klubi o'z uyida baqalarni qabul qilib ishonchli 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Dastlab bellashuvning 58-daqiqasida Mbappe penaltidan hisobni ochgan bo'lsa, 65-daqiqada esa Raul Asensio farqni 2 ga oshirib qo'ydi. Arbeloa shogirdlari bu g'alabadan so'ng ochkolar sonini 48 ga yetkazib olib, turnir jadvalida 2-o'rinni saqlab qoldi. Qayd etish lozim, kecha Arbeloa o'z tug'ilgan kunini nishonladi. Bu 43 yoshli mutaxassis uchun qaymorliklar boshqaruvidagi ikkinchi o'yin bo'ldi. Avvalgi uchrashuvda Real Ispaniya Kubogi doirasida Albacetega 2-3 hisobida yutqazib, musobaqani tark etgandi. Ma'lumot o'rnida ayni vaqtda Real La Liga turnir jadvalida 48 ochko bilan ikkinchi o'rinni band etib turibdi. Levante esa 14 ochko bilan 19-pog'onada. Guardiola Manchester Uniteddan uchralgan mag'lubiyatni izohladi. APLning 22-tur doirasida bo'lib o'tgan uchrashuvda Manchester City safarda o'z hamshahari Manchester Unitedga 2-0 hisobida mag'lub bo'ldi. Bellashuvdan so'ng shaharliklar bosh murabbiy Jose Guardiola o'yin haqida fikrlarini bildirib o'tdi. Manchester Unitedda bizda bo'lmagan jihat bor edi. Men bu stadionga ko'p marta kelganman, ammo bugun bunday o'yinlarda g'alaba qozonish uchun talab etiladigan darajada emas edi. 4 kun oldin Newcastle ga qarshi o'yinda bizda o'sha energiya bor edi, bugun esa yo'q. O'yinimiz yomon emas, ammo qoniqarli natijaga erishmadik. Bu futbolda bo'lib turadi. Oddiy o'yin edi va raqib bizdan yaxshiroq harakat qildi. MUda yangi murabbiy bor va derbida bizda yetishmagan energiyani aynan ular ko'rsatishdi. Oxirgi 2 transfer oynasida tarkibni ancha o'zgartirdik va bunga moslashishimiz kerak. Men ko'proq ochkolar yig'ish haqida xavotirdaman. Albatta ko'proq gol urish yaxshi bo'lardi. So'nggi 12 oy ichida jamoa tarkibi ancha yangilandi, ammo ruhiy holat yuqori darajada deydi murabbiy. Bugun biz o'z darajamizni ko'rsata olmadik, ammo Sunderlandga qarshi o'yinda ajoyib harakat qilgan edik. Brighton va Chelsea ga qarshi bahslarda esa yaxshi o'ynab g'alaba uchun kerakli gollarni ura olmadik. Shuningdek, Guardiola yosh futbolchi Max Allen haqida ham to'xtalib o'tdi. Max so'nggi 2 o'yinda juda yaxshi harakat qildi. Bugun esa albatta dastlabki 2 epizodda yutqazdi. Ammo bunday tajribalar yosh futbolchilar uchun juda muhim. Aynan shu orqali ular kuchayadi. Masalan, Newcastle ga qarshi o'yinda u ajoyib, haqiqatan ham juda yaxshi edi. Ma'lumot uchun o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov derbida asosiy tarkibda maydonga tushib, uchrashuvni to'liq 90 daqiqa o'tkazdi. Bugun omad sizni kutyapti. Kommentariyadagi silka orqali ro'yxatdan o'ting va Real Food promokodi bilan katta bonuslarni qo'lga kiriting. Bu shunchaki o'yin emas, bu Real Futbol. Haqiqiy o'yin, ishonchli tizim, real yutuqlar. Paslar aniqligi 94%. Husanov Manchester derbisida qanday statistika qayd etdi? Angliya Premier Ligasining 22-turdan o'rin olgan Manchester United Manchester City uchrashuvi qizil iblislarning foydasiga 2-0 hisobida o'z nihoyasiga yetdi. Mazkur bahsdagi gollar Brian Mbeumo va Patrick Dorgu tomonidan kiritildi. Manchester derbisida Abduqodir Husanov maydonda to'liq harakat qildi. O'yin davomida Husanov himoyada quyidagi statistikani qayd etdi. Paslar aniqligi 76 dan 81 ta, 94%. To'pni olib qo'yishlar 2 ta. Zarbalarni uzatmalarni to'sish 0 ta. To'pni uzoqlashtirishlar 9 ta. Bosh bilan uzoqlashtirish 3 ta. To'pni yo'ldan olib qolishlar 3 ta. To'pni qaytarib olishlar 3 ta. Raqib tomonidan aldab o'tilgan 1 marta. Yerdagi yakkama-yakka kurashlarda Abduqodir 3 marta MU futbolchilari bilan to'qnashdi va ularda 2 tasida yutib chiqdi. Havoda esa 2 ta to'qnashuvdan 2 tasida raqiblarga imkoniyatni boy berib qo'ydi. Mastantuono qishda Realni tark etishi mumkin. Franco Mastantuono klubini o'zgartirishi mumkin. Real futbolchisiga Napoli da'vogarlik qilmoqda. Italiya klubi bosh murabbiyi Antonio Contening fikricha futbolchi jamoaga juda mos keladi. Neapoliklar Mastantuononi ijaraga olmoqchi. Madridliklar bu taklifni diqqat bilan o'rganib chiqmoqda.
Yakuniy qarorni Alvaro Arbeloa qabul qiladi va u Habibning imkoniyatlarini baholaydi. Franco Mastantuono Realga yozda River Plate'dan o'tganda. Gehi qachon Manchester City uchun tibbiy ko'rikdan o'tishi ma'lum. Himoyachi Mark Gehi dam olish kunlari yakuniga qadar Manchester City'ga o'tishi mumkin. Sky Sport xabariga ko'ra 25 yoshli futbolchi shaharliklar bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olgan va yakshanba kuni tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak. Manbaga ko'ra Crystal Palace va Manchester City juma kuni Gehi transfer uchun 20 million funt va o'yinlar soniga qarab bonuslar to'lash bo'yicha kelishib olgan. Shuningdek, kelishuvda burgutlar uchun futbolchining keyingi transfer uchun summasidan foiz ko'rsatilgan. Real PSG futbolchisini nishonga oldi. PSG himoyachisi William Pacho faoliyatini Madridning Real klubida davom ettirishi mumkin. Bu haqda Marca nashri xabar bermoqda. Manba ma'lumotiga ko'ra, qirolli klubi bosh murabbiyi Arbeloaning shaxsan o'zi 24 yoshli himoyachisini jamoada ko'rishni xohlamoqda. Agar Alvaro yozda ham jamoani boshqaradigan bo'lsa, transferlar rejasida asosiy nishon Pacho bo'ladi. Ekvadorlik himoyachining hozirda transfer bozoridagi narxi 70 million yevroga baholanmoqda. Eslatib o'tamiz, Willian joriy mavsum parijliklar safida 23 ta uchrashuvda maydonga tushdi va 2 ta gol kiritishga erishdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.